Qo'lim singanda, "Opa, iltimos, qarz berib turing qo'limga" deb 10 million pul so'radim. Bermadingiz. Tug'ilgan kunimda kichkinagina navsh sovuq qilgandingiz, 17 sovuq siz bo'lardi. Lekin peshenkalaringizni mendan ham yaxshi ko'rar ekansiz. Givizga shuncha sovuq qo'ygansiz. Qolgan sovg'alarni bitta ko'rsatib yuboring, men shartini tushuntirib o'raman. iPhone 17 birinchi o'ringa. Qolgan o'rinlarga 10 million so'm pul. 5 ta o'ringa tilla taqinchoqlar. Yaxshilari. Undan tashqari ikkita Hoffman brendidan texnika, 150 uchun qimmat kosmetika, Seven Saber'dan naqd 4 ta 4 million so'm turadigan uходовый nabor. O'rtoqlar, bu sharti juda ham oson. Kimdandir qarz so'ramaysizlar. Hozirgi zamonda qarindoshinglardan 10 ming so'm pul so'rasanglar bermaydi, lekin 10 million so'm pul turibdi. iPhone 7 yil ham sovuq qilmaydigan iPhone'ni, ya'ni givli yutib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'rtoqlar, shuncha sovg'alar sizlarniki. Sharti juda ham oson. Opam obuna bo'lgan barcha homiylarga obuna bo'lasizlar. Mana shu videoga like bosib, 10 ta do'stingizga yuborib, kommentariyada bajardimni yozsanglar bo'ldi. Shuncha sovg'adan bittasini 100% yutib olasizlar. Lekin men qarz so'raganda 10 ming so'm ham bermagansiz. Polni tarvuz deganim. Bu tushdimi?